Uzunligi 5 metr, eniga 3,5 metr joyimiz, ofshi, ustahaqin materiali bilan 7 million so'mga eng so'nggi fasonda bitgan remontimizni ko'rib turibsizlar. Farg'onani Rishtonidan ustakalarimiz zo'r qilib 1 metr kvadratini aboyimizni 60 ming so'mdan yopishtirib beryapti. Ya'ni X-Log shpakilovka tortiladi, najdagi gruntovka aboylari bilan 60 ming so'm metr kvadrati. Undan tashqari mana shunday fasondagi PVXlarimizni bir donasini yopishtirishi 200 ming so'mdan yopishtirib berar ekan. Mana bu taroqlariga keladigan bo'lsak 1 metri 30 ming so'm. Mana bu lepkalar ham alohida hisoblanadi, kelishilgan holda bo'ladi. Akalarimiz universal, xohlasangiz polini qoqib beradi, xohlasangiz patologni ham qilib berishadi. Agar polda 1 metr kvadratini qoqib bersa, 35 ming so'mdan qoqib berishar ekan. Undan tashqari patologlarimizni xuddi shu fasonda dekor plas qilib beradigan bo'lsa, kvadrati 35 ming so'mdan. Menga gipsokarton bo'lsin, tekis holatda bo'lsin deganlarga 120 ming so'mdan bir dona lisini qilib beradi. Operator bitta ko'rsating, eng zo'r fasonlardagi remontlarni qilib berishar ekan. Pastda nomer qoldiraman, bu aytilgan narxlar Vodiyga, Toshkent vohaga kelishadi.